qaysi yuz bilan kiradi? Navbati keldi, kirdi xonamga. Endi nima deyishim kerak? Bor-ku shunaqa insonlar ham, shifokorlarga xalaqit beradigan odamlar ham bunaqalarni gapirib chiqmayapmiz-ku. Shunaqa shifokorlarning ustidan kulib, ularni dilini og'ritib, xafa qiladigan insonlar ham bor-ku. Ishxonada ishlayapman, ekstrenniy postda. Shu eshigimning tagida 10 ta odam kutib turibdi-da, ko'rsangiz. Juda tezlik bilan ishlayapman, chunki ekstrenniy bemorlar juda ham talab qilishadi, tezroq ko'ring deb. 2 minut ichida men patsientlarni ko'rib, ularga diagnoz qo'yib, yozib chiqarib yuborishim kerak. Kerakli mutaxassisga yo'naltirishim kerak. Kerakli joyga yo ginekolog, yo urolog, yo xirurg, yo terapevt. 2 minut ichida ham yozib, ham ko'rib, butun hamma yog'ini. Men bir kun ko'ryapman, tez ko'rib, shu darajada tez ishlayapmanki, yordam berish uchun shu odamlar kutib qolmasin navbatda deb. Egilib turibman, yozib beryapman-da, o'tirmasdan, o'zimning stolimga o'tirmasdan yozib, egilib. Keyin xotin eshigimning tagida turganida, erining gapini eshitib qoldim. Ayoli so'rayapti, nima qilyapti, deyapti. Keyin aytdiki, endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, to'nqayib turibdi dedi. Eri egilib turmayapti emas-da. Men shundoq eshitdim-da, qaradim. Ishonsiz 7 sekund, 8 sekund shundoq qarab turdim-da o'sha odamga. Shu men eshitdim. Eshitmadi deb o'ylamagin deb shuni o'qrayib qarab turdim. Keyin xijolat bo'lib eri o'tirib oldi o'sha joyiga. Keyin endi o'ylang, ular navbati kelganda meni yonimga kirish kerak. Qaysi yuz bilan kiradi? Navbati keldi, kirdi xonamga. Endi nima deyishim kerak? Vrachman, o'zimni nima deydi anaqam bor, ortiqcha so'kishmayman, urishmayman. Shunaqa qildimki, ayoli savol beryapti, ayoli bemor yotdi, hamma yog'ini ko'rdim, ayol nima bezovta qilayotganimizni tushuntiryapman, savoliga har bittasiga g'ijjalab javob beryapman. Eri savol beryapti, eriga javob bermayapman. Umuman reaksiya qilmayapman. Eri bildi srazi xafa bo'lganimni. Keyin o'sha zo'r qilib muomalam qilib, zo'r qilib yozib berib chiqarib yuborayotganda eri aytdiki, "Men sizni xafa qildim, dedi, meni kechiring" dedi. Eri xijolat bo'libdi, keyin nima deyishimni aytdim. Men sizni kechirdim, iltimos xonamdan chiqib keting dedim keyin. Nima deyishimni bilmayapman deb, bor shunaqa insonlar ham. Bu prosta xamir uchidan bitta patir. U qanaqa insonlar uchraydi, bizni esimizdan chiqarib, dilimizni og'ritib tashlaydi. Lekin hayotingizda bo'ladi-yu shunaqa insonlar ham. Shunaqa vrachlar to'g'risida gapiryapman. Nahotki faqat negativlar kelsa miyangizga, nahotki yomon fikrlar kelyapti. Nahotki hayotingizda mana shu fikr bildiradigan yoshingizga yetgungacha bitta dona inson ham bo'lmadimi shifokor? O'sha sizni sog'lig'ingizga ozgina bo'lsa ham, zig'ircha bo'lsa ham sababchi bo'lgan, sizni sog'lig'ingizga foydasi tekkan inson nahotki eslashingizga arzimaydi. Men faqat yaxshi vrachlarni esladim. U qanaqa insonligini qolganlarni bilmadim. Shu javobim shu, kontentim shu. Xulosa sizdan. Fikrlar bo'lsa, kommentda kutamiz.